Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan birga ko'ramiz va men Mirzo-Olim Fozil. Videoroliklarimizni boshlashdan oldin albatta bizni kanalimizga obuna bo'lib, layk va podpiskalarni bosib qo'yish albatta esingizdan chiqmasin. Bizda foydali videolar davom etadi. Demak, bugungi video roligimiz bitta akamiz, Xorazmli akamiz uy solishmoqchi ekan. Mana ko'rishlaring mumkin. Telegram orqali bizga murojaat qilishgan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, YouTube kanalida obunachisizmi? Xorazmdanman avvalambor. Alloh rozi bo'lsin. Roliklaringiz katta ko'pchilikka foydasi tegyapti. Men ham imoratimni sizni tavsiyalarga qarab boshlaganman. Endi rigel quyadigan joyiga keldi. To'g'risi qo'rqyapman ustakalar, u darajada ishona olmayapman. Sizni har bir rolingizni ko'rib chiqqanman. Shunga rigelni armaturasini to'qish tartibini o'zim aytganimcha to'qiysizlar dedim va sizni rigel to'g'risidagi videolarga qarab to'qimoqchiman. Rigel quyish uzunligi 15 metr. Ikkita kolonna bor. Rigel oralig'i 5 metrdan tushyapti. Rigel 50 ga 40 razmerda. Rigelni pastiga 4 ta, yon tomoniga 2 ta, tepasiga 4 ta 20 lik armatura qo'ymoqchiman. Keyin sizni roliklaringizga ko'rsatganimizga qarab yana 3 ta armatura ichidan yuritmoqchiman. Unga 14 lik yoki 16 lik qo'ysam bo'ladimi deb yozishyapti. Imorat pishgan g'ishtdan rigelga plita quyiladi va ikkinchi qavat tomoni xom g'isht bo'ladi. Ichkaridagi xonalar peregorodga qilib bo'linadi. Shunga maslahatingiz kerak deb yozishyapti. Biz endi gaplashganmiz. Keyin yana nima qilishgandan keyin 1-2 kundan keyin assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Rahmat maslahatlaringiz uchun. Rigelni xomutini shunday ko'rinishda qilamiz deyishyapti ustakalar. Yana pastda karkasini to'qib, rigelni apolovkasini pastki tomonini quyib, keyin ustiga karkasni kranda olib joylashtiramiz deyishyapti. Rigel karkasini pastda to'qib keyin quysa bo'ladimi va shu chizmadagi holatda to'qsa bo'ladimi deb xomutini yozishyapti. Endi chizmani ko'radigan bo'lsalaring, mana shu holatda, ya'ni xomutni o'zlari ixtiyoriy tarzda shunaqa qilishmoqchi ekan. Bunaqa xomut hech qayerda ishlatilmaydi. Foydasiz. Bunaqa xomut qilish mumkin emas. Mana rasmda ko'rib turibsizlar. Rigelni razmeri o'sha balandligi 50 sm, eniga bo'lsa 40 sm bo'lgan, armaturalari 20 lik. Endi armaturalar yaxshi, tepaga 4 ta, pastga 4 ta qo'yishyapti. Yon tomonidagi armaturalar ham aslida shart emas edi, agar 40 lik bo'lganda. Endi bular 50 lik qilishganligi uchun o'rtasiga yana yon tomonida mana ko'rib turibsizlar, ikkita armatura qo'yishgan. Mana shu holatda qilishgan. Ular shunaqa qilishmoqchi ekan, shuni so'rashgan. Va men yozganman, ya'ni rigelni karkasni pastga to'qib qo'ysa bo'ladimi deyishganiga bo'ladi, lekin kranda olish vaqtida armaturalar egilishi va xomutlar joyidan siljish ehtimoli bor deb yozganman. Keyin shu chizmadagi holatda, mana hozir ko'rgan chizmalaringdagi holatda qilsak bo'ladimi xomutini deyishganligi uchun men yo'q, bunday bo'lmaydi deb turib, mana shu holatda ikkitalik xomut qilinadi deb ularga chizib ko'rsatib tashlab berganman. Ya'ni o'sha chizmalari bo'yicha ikkitalik xomut bo'ladi deb tashlab berganman. Mana ko'rishingiz mumkin, shu holatda to'qiladi, ikkitalik xomut bo'ladi deb tashlab berganman. Keyin rahmat og'a, Alloh rozi bo'lsin, ishlaringizga rivoj deb yozyapti. Endi yana bir kundan keyin bizga videosini tashlashyapti. To'qilgan o'sha karkasni, rigelni to'qilgan holatini tashlashyapti. Juda chiroyli qilib to'qishgan, albatta ko'ngildagidek bo'lgan. Faqat bitta narsasini inobatga olishmagan. Bitta narsasini hozir men sizlarga ko'rsatishim mumkin bo'ladi. Hozir mana videoni to'xtataman shu joyda. Mana yaxshilab e'tibor bilan qaraydigan bo'lsalaring, mana bu xomutlarini mana tugash qismi bor. Mana shu joyda tugash qismi, ya'ni bukilgan qismlari bor. Shu bukilgan qismlari
90 gradusligicha qolib ketgan. Mana yaxshilab videoga e'tibor bilan qarasalaring 90 gradusligicha qolib ketgan va bu joyimiz bizda kamida 45 gradusda bo'lishi kerak yoki 35 gradus qilishimiz kerak bo'ladi. Mana yaxshilab inobatga olsalaring, e'tibor bersalaring. Hammasini o pastgilari ham, mana pastdagilarini ham qarasalaring shu holatda qolib ketgan. Ya'ni 90 gradusligicha qolib ketgan bu. Ama chiroyli to'qishgan, e'tibor bilan qilishgan. Faqat ana shu joyini endi aytamiz, tepaga qaytarib, ichkariga qaytarib, keyin o'sha joyiga joylashtirishadi. Lekin kranda olib qo'yib olish oson ish bo'lmaydi. Shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Shuning uchun iloji boricha o'sha regelni ustida to'qigan yaxshi. Mana xuddi shu holatda o'sha aytib o'tganimdek, regeldagi armaturalar, xomutlar 90 gradusligicha qolib ketgan, oxirgi bukilgan qismi. Shuni to'g'rilab ketish kerak. Qisqacha videomiz shu. Sog' bo'lasizlar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha like va obuna albatta eslaringdan chiqmasin.